Yangilik qilishda to'xtamaymiz. Ilova yasayapmiz. Xudo xolasa tez kunda buni ishga tushiramiz. Necha foiz bitdi? 70%. 70% bitdi, 30% qoldi. Endi ko'rsating ilovani, qulayliklarini. Hop, bu Excel emas, bu web ilova. Kompyuterdan ham, planshetdan ham, telefondan ham foydalansa bo'ladi va bunda har bitta foydalanuvchining o'zining akkaunti bo'ladi. Qo'shimcha qilayotgan iltimosini qaytaring. Mana ro'yxatdan o'tish degan joyi bor. O'zingizni viloyatingizni yozganingizda shu viloyatga moslanib, o'sha misol -14 yoki -20 shunaqa haroratlarni, tashqi haroratlarni qo'yib ketadi. Davom etamiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin hisob-kitob bo'limi ochiladi va siz qilgan hamma demak proyektlar kelib chiqadi. Misol uchun nomini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Uni ustiga bosganingizda keyin ana shu qilgan loyihangiz bo'yicha ma'lumotlar kelib chiqadi. Bo'ldi, mana ko'ryapsiz, birinchi xona, devor tashqi devorlarini, eshiklarini, derazalarni hamma narsasini yozib chiqasiz. Bu yoqda o'sha podval borligi, shunaqa narsalar qo'shimcha qilib ketasiz. Bu yoqda o'sha xomg'ish yoki shlaka bo'lgan hamma narsasini qo'shib ketasiz. Keyingi xonaga plyus qilib bersangiz, mana davom etib ketaveradi. Va undan oldingi xonada belgilagan holatingiz keyingi xonaga ham o'tadi. Kerak bo'lmasa o'zgartirasiz, kerak bo'lgan joyida qoladi. Undan keyingi yo'ting. Undan keyin hisoblash tugmasini bosganingizda sizga gidravlika bo'limi ochiladi. Gidravlika bo'limi ochiladi. Gidravlikani o'z hisob-kitobini qiladi. Faqat sizdan kerak narsa turbalarni metrini yozib qo'yish. Mana turbalar metrini yozib qo'yasiz. Bundan keyin hisob-kitob bosganingizda oxirgi bo'limga o'tadi. Bu yerda mana nasoslarni tanlashimiz mumkin. Villoda Yurunfosda qanaqa chiqyapti? Xo'p, qaysi xonaga nechli radiator chiqyapti, sirazi o'zi belgilab ketyapti oxirida. Gidrostrelkangizni ham 3 xil variantda chiqarib beryapti. Profil yoki yumaloq qilib qaysi birini tanlasangiz, shunga moslab chiqarib beryapti. Juda ham oson. Sababi misol hisoblab ko'rdik biz. 16 xonali uyda hisoblagani 5 minut vaqt ketdi. Bu degani joyida 5 minutda shuni teplopateriyani chiqarasiz, hisob-kitobingizni qilasiz, klientga aytasiz, rozi bo'lsa ishni boshlaydigan variant. Santexniklar uchun qulayliklar. Xudo xolasa bundan keyin yangilik bo'ladi. Buni ham keyingi videolarda tashlayman. Mana shunisi yangilik. Sog' bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin. Guruh ochyapmiz. O'sha guruhga qo'shilganlarga ilovadan foydalanib ko'rishda 7 kun bepul qilib ko'rmoqchimiz. Ishlatib ko'rishadi, ma'qul bo'lsa sotib olishadi.